Assalomu alaykum Murat. Va alaykum assalom. Meni buyurtmalarim keldimi? Buyurtmalarni Jo'xa olib kelyapti. Jo'xani uyini oldida ochilgan market. Bo'pti biratar, rahmat. Arzimaydi. Notebookda video olishim kerak edi aytgancha notebookimni ishxonamga ketib qo'ygandim-ku. Ha, mayli endi men ham derdim endi ishxonaga borib ishlaymanmikin bo'lmasa, aytgancha mana bu narsalarni olib qo'ymagandim. Mana shu narsalarni sandig'imga solib qo'yaydi. Juda ham ko'p joyda egallab turmasin. Tak, hozir ochil sim. Hozir kutib tur sim. Yopilasan keyinroq sim. Tak, bu ikkalasi kerak emas, bu kerak emas, bular kerak. Aytgancha mana kerak. Hozir bitta narsa qilmoqchi edim. O'shaning uchun ikkalasi kerak. Aytgancha barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va sizlar meni yangi videoyimda sizlar albatta kanalga obuna bo'linglar. Chunki bu kanalimda nimagadir obunachilik kamayib ketyapti, men tushunmayapman. Bu hammasi sizlarning bilan. Tushundinglarmi? Hazırlaştım. Ciğer pastda obuna degan knopka turibdi, ko'ryapsizmi? 5 ta emas 6 ta kanal chiqadi. Har biriga obuna bo'ling, Ciğer. Zo'r videolar chiqyapti-ku. Nima obuna bo'lmay ko'rsatyapsiz? Bu yomon ish. Aytgancha opsiyada Telegram kanali manzili bor. Telegram? What? Telegram kanalimga obuna bo'ling, chunki prosta obuna bo'lib qo'ying, tamom. Ana endi, короче, bilasizlar o'tgan gali qismni ko'rgan bo'lsanglar, men mana bu yerda mana bunaqangi market ochgandim. O'shani rekonstruksiya qilish kerak. Ya'ni men bu yerlarga tosh qo'yib chiqish kerak, xolos zo'r qilishim kerak. Bugun mana shu yerda ishlayman. Polnosti polizimda ham ishlarim bor edi-yu, mayli, polzdagi ishlarni buguncha qoldirib turamiz. Hozir borib tosh olib kelaman. Tosh qayerda bor, bilasizlarmi? Bilmaysizlarmi? Nima bilmaysizlar? Shuni ham bilmaydimi? Ha, shuni ham bilmaydimi odam degani? Polizda debman. Polizda tosh bo'ladimi? Vatta miyani qaranglar tezkorligini. Shaxtada bo'ladi albatta. Tak, bugun kecha kelgan buyurtmalar tarqatishim kerak egalariga. Yana buyurtmalar keladi yangi. Xolos ish zo'r ketyapti. Tak, daromad normalli. 1 stak dollar olishim kerak merdan, chunki kecha ishlaganim uchun har kuni 1 stak dollardan beraman degandi mer. Endi qachon beradi uni bilmadim. So'rab ko'rishim kerak. Janob mer, menga 1 stak dollarimni bering deyman. Keyin janob mer, sen hal darrodan pul so'rayapsanmi mendan? Ishlama undan ko'ra desa-ya. Yo'q. Yomon niyat qilmang, unaqa demasa kerak. Yo deydimikan? Bilmadim, demasa kerak. Xo'sh, hozir o'sha joylarni sozlab olay avval. Sakrab yurishni o'rganib qolib qaraylik. Duch kelgan joyda sakrab ketyapman. Lekin sakrash yomon, chunki sakramaslik kerak. Sakrash bu sakrash degani. Sakrashini olib turib keyin sakrab turib sakrashini olsam bu yomon. Bundan yomoni bo'lmaydi. Xo'sh, mana bu yerni ham tosh qilaylik, chunki buyurtmachilar kelganda voy yetmas ekan tosh. Buyurtmachilar kelganda binoni oldi tosh bo'lib tursa juda ham zo'r bo'ladi. Shu yaqin atrofda shaxta bor edi, o'sha shaxtaga tushib chiqamiz hozir. Shu yaqin atrofim mana shu yerdan. Doim Zapal, senlar nima qilayotganing? Sen tushunding bizni. Yo, senlar qanday tushunish mumkin? Ikkalang yolg'iz shaxtaning ichida. Uzr Jo'xa. Bizni to'g'ri tushunding. Yo'q, sendan ko'ra senlar merga aytib beraman senlarni. Aytma iltimos. Yana nimadir u shota yomon ish qilyapti bular. To'xtaylar, aytib beraman merga. Merga aytmasam bular baribir yomon ish qiladi. Tosh oldim, qani tosh? Ha, o'zi ikkita toshim bor edi-ya. Bo'ldi, 4 ta yetadi bizga. 4 tadan ortiqcha o'tirishimiz shart emas. Senlar ko'rasanlar, sana aytib beraman. Galim turib, galim ham qaramagan. Bu tartib faqat qishloqda men saqlayapman hozir. Men saqlamasam, saqlashga birorta ham odam yo'q. Men qo'ygan ekanman-ku ikkitani. Ikkita ortiqcha olib kelibman-ku. Ha, mayli, men bu yerga qo'yib yuboraman ikkitani. Yo'q, bu yerga qo'ymayman yaxshisi. Tak, qayerga qo'ysam bo'ladi ikkita ortiqchani? Mana bu yerga ishlatsam bo'lar ekan. Polizimning yonida. Yaramas, poyloqcha o'tiribdi polizimni, yana ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqangi jetellarning dastidan dod deymi yo dod demayman. Короче, ana endi do'konni ochib qo'yaylik. Ya'ni do'kon emas, marketda kimdir kelishi mumkin, kimdir ketishi mumkin deganda. Mayli, o'tirib turaylik, balki kimdir kelar rostdan ham. Tak, okey. Jo'xa, meni buyurtmalarni berib bor. Nima narsa? Protsessor bilan magnitofon. Protsessor bilan bu emas ekan. Bo'ldi, vsyoz qarang, mana bunis va mana bunis. Bo'ldi, pulni hayla tashladim. Yarim stak dollarmidi? Ha, ish bo'lsa tekshirib ko'r. Hozir. Tak, yarim stak ekan, bo'pti. Mayli, yana nimadir zakaz qilsam olib kelib berasan-a? Albatta. Bo'pti, men pul topay, yana nimadir zakaz qilaman. Aha, mayli. Tushum yaxshi bugun. Tak, pullarni mana bu yerga qo'yib qo'yaylik. Bu yerda buyurtmalar turadi. 3 ta buyurtma qoldi. Bularni ham egasi kelib qolsa kerak. Lekin qaranglar. Bu yerda ham yarim staklik narsa qolgan. Uchalasi yarim stak. Lekin 1 stak dollarlik narsa kelgan ekan-da o'zi. Mayli, uni ham qachon egasiga olib ketaman. Men esa hozir polizda ishlashim kerak. Yangi narsalar ham kelib qolsa kerak yaqin orada, lekin aynan qachon kelishini bilmayman. Xo'p, kelib qoladi, короче. Xo'sh. Tak, bitta SMS kelibdi. Qanaqa SMS ekan?
yo'q bo'ldi, shart emas. O'sha buyurtma, qandaydir buyurtmalar qabul qilingan, o'shalar hozir yetkazib beriladi deyapti. Hozir mana shuni tag polizimga yig'ishtirib bo'lgunimcha malimcha yetib ham kelsa kerak. Uy buyurtmalar ham, yangi buyurtmalar ham. Endi ko'proq buyurtma kelyapti. Yaxshi, mangasi yaxshi bo'lyapti. Foyda kep turgani yaxshi baribir. Chunki bekor o'tirgandan ko'ra nima bilandir shug'ullanganim yaxshi-da. Nima deydinglar? To'g'ri aytyapmanmi yo noto'g'rimi? Kommentariyaga yozinglar, chiqani anig'ini. Menga lekin to'g'risini aytsam yo'qyapti. Bu mana shunaqa ishlar yo'qyapti. Shaharga borsam shu kuryerlik bilan shug'ullanaymikan yo kuryer emas, shunaqa bitta marketchan ochib o'tirib, mazza qilib buyurtmalar egasiga bersam. Esinglardami, shunaqa video o'rgandim. Oldin buyurtma tarqatadigan shaharda ishlardim. Esinglardami, kim ko'rgan mana shu videoni? Jo'xa kuryer degan, kuryer hayotimi degan video edi. Esimdan chiqib ketgan o'zimda. O'sha ko'rganlar bo'lsa kommentariyaga ko'rganman deb yozinglar, chiqani. Men haqiqiy obunachilarim bor yo'q lekin bilib olishim kerak-da. Haqiqiy obunachilarim bo'lsa ko'rgan albatta. Tak hozir bularni aytgancha bugun soliq beradigan kunim. Olib borib merga bularni topshirib, aytgancha oyligimdan olib kelsam bo'ladi, bir stak dollarni. Tak ana yarim stak dollarni ham olib borayda merga. Mana bugungi savdom deyman. Shunda bersam, keyin aytadi-da mer, mana senga Jo'xa olam pul, itagingga siqqanicha ol deydi. Tak, Jo'xa, men yana zakaz qilgandim, ular esimdan chiqib o'shalar deb ber. siz hozir olib ketgandingiz-ku. To'xtang, mana 3 ta narsa qo'ygan o'zi yarim staklik. Tak, mana va mana. Ha, o'zi bir staklik zakaz qilgandim-da, o'shani yarim stakini olib ketib adashib. Ha, bo'pti, mayli brat. Mayli, yana bir ikki tanasi kerak, ularni keyinroq zakaz qilaman, bo'pti. Mayli bratam. Tak, bularni olamiz. Ana endi janob Medioniga borishim kerak. Mayli Jo'xa, sog' bo'l. Rahmat senga. Aha, mayli, arzimaydi. Siz ham sog' bo'ling. Tak, bratan ketdi. Atak zo'r bo'lyapti daromad. Bu yerga olib ketay. Hozircha zakaz yo'q-ku, olib ketay. Hozir borib merga pullarni berishim ham shart emas, chunki o'sha bir stak oylik berardi-ku mer. O'sha bir stakni olib qolsam ham bo'ladi menimcha. Hozir so'rab ko'ramiz merdan. Aytadi-da, olib qol deydi, olib qolma deydi. Tak, janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum, kech Jo'xa. Keldim. Qarochi, soliqlarni olib kelgandim. Har doimgidek birinchi sandiqqami? Ha, albatta. Tak, okey. Savdo qanday bo'lyapti? Yaxshi, mana bir stak tushum bo'ldi. Ha, o'zi kanka senga daromad, ya'ni bir kunlik oyligini bermoqchi edim. O'sha bir stakni olib qolaver o'zingga. Ha, rahmat bratan, o'zi shuni aytmoqchi bo'lib kelgandim men ham. Ha, bo'pti. Aha, mayli. Tak, ana endi bo'pti, men ketdim. Qarochi, borib yana zakazlarni qabul qilishim kerak. Tak, to'xtanglar. Menda bir stak dollar bor. Endi buni uyimga olib borib yashirib qo'yishim kerak. Chunki jetellar yomon odati bor. Pulni ko'rdi degani o'zi pul yo'q degan desak ham bo'ladi. O'shaning uchun yashiramiz hozir. Tak, qayerga yashirsam bo'ladi? Bilasizlarmi, yashiradigan joyim ko'p meni. Tak, hozir bu yerga ketmonchamni qo'yaman. Pullarni esa mana bu yerga qo'yaman. Hozir mana bu yerda men joyim bor. Mana. Oho, hech kim kira olmaydi bu yerga, chunki o'zi mana oq eshikdan kirgan odam zo'r odamga o'tadi. Bundan kirish o'zi juda ham qiyin ish. 14 bo'pti soat, mayli. Nima ishim bor? Menimcha hech qanaqa ishim qolmadi shekilli. Tak. Xo'sh, ana endi tak. O, yangi zakazlar kelibdi. Nima bu? Futbol stadionimi? Futbol stadioni maketi ekan. Wow, qizillarga qarshi ko'klar. Davayki o'ynaymiz, bachchalar, bolalar, davay gol uramiz. To'p qani o'zi? To'p yo'q-ku. Senlar bir-biringga qarab o'tiribsanmi shu uchun? To'p yo'q ekanda, bularni tushunsa ham bo'lar ekan. Tak, mayli, buni olamiz, egasi keladi. Wow! Rubik buzilgan ekan, buni terish kerak. Egasiga sabr tilab qolaman albatta terish uchun. Yo'q, katta ko'rinadi, lekin kichkina narsa ekan. Sovg'a yangi yil o'tib ketdi-ku. Sovg'aga balo bormi? Bo'lgan kungadirda. Tak, gantel. O'tgan marta bitta gantel zakaz qilishgandi. Vapshi g'alati-ku. Tak. Buni bu yerga ikkalasi 3 dan 4 dan joylaymiz. To'xtanglar-da, bu buyurtmalarning ro'yxatini ko'raylikchi. Bittasi kuryerlik orqali uygacha yetkazib berish kerak ekan. Mana uni egasini qo'liga yetkazish kerak ekan. Mayli, hozir yetkazib beramiz. Lokatsiyasini ko'raylik-da. Tak, lokatsiya bu tomonga deyapti. Qaysi tomonga? Tak, chap o'ng tomon. Ha, bular bir-biri bilan savdolashyapti desam, yerga tashagan. Voy, basharalaringga oyog'im sanlardi. Ha, mana bratan, qarochi sizga unaqa narsa zakaz qilingan ekan. Ha, olib keldingmi? Ha, olib keldim, qarang mana. Shu yerga qayerga o'rnatsam bo'ladi? Ha, shu yerga o'rnatib ko'rib olaydi, ishlaydimi, ishlamaydimi? Ha, bo'ldi bratan, gap yo'q hozir. Mana bratan, qalay, zo'rmi? Mana qarang, o bratan, chapga qaramang, o'ngga qarang. Ya, o'ngga qaramang, chapga qarang. Zo'rrasak, o'ynashni bilasanmi? Bilaman-ku, lekin ichida to'p yo'q ekanda. Hali to'psiz jo'natdinglarmi? Bo'ldi, aytmay qilaman bu zakazni. To'p bilan birga jo'natmasanglar olmayman. Brat, uni haqqi, men to'pini addelni olib kelib beraman. Bilmadim, yo'q, olib ketaver aytganda qil. Men to'pi bilan zakaz qilgandim.
Shunaqa ham bo'lasizlarmi? Doim shu zakaz olib kelib berganimdan shunaqa deysizlar. Bo'pti. Unda to'pi bilan buni admin qilingda, to'pi bilan zakaz qiling, xo'pmi? Xo'p, xo'p. Bo'pti. Lekin hozir buni olib ketishadi qaytaribda, keyin menga nima edi? Короче, buni olib ketishadi, pulni qaytarib berishadi. Ana bratanni da o'rniga to'pli stomka bera ochib qo'yaylik. Yana zakaz egalari keladi, tak. Buni qo'yib qo'yam, telefonni qo'yib qo'yibman. Qaranglar, telefonim zakaz bo'lmagan-ku. Tak, bo'ldi. Ana endi xo'sh, yana Jo'xay bey, yana bir ikkita narsa zakaz qilgandim. Gantel bilan kubik rubik o'shalarni ham ber. faqat gantel bilan kubik rubik bo'lsa kerak, sovg'a hammi yoki? Ha, uchalasi. Doim siz yarim staklik narsa zakaz qilasizmi? Ha, bu ham yarim staklikni qayerdan bilding? Mana ro'yxat bor menda, mana bu gantelchangizni ham olib oling. Ha, bo'ldi, oldim. Jo'xay, men seni doimiy klienting bo'laveraman endi. Doim narsa zakaz qilaman. Bo'ldi bratan, addushi boringizga shukur sizga. Katta rahmat, zo'r savdo qilyapsiz. Bo'pti, men ketdim. Wow, mana shunaqa klientlar ko'payib tursin. Tak, mana uni lekin qaytarib jo'natish kerak. Mini futbol degan narsa ekan. Mayli, hozir videolar, undan ko'ra noutbukim как раз o'zim bekorman, ishim yo'q shu vaqt. Tak. Yaxshi. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Cho'ta noutbukim qotyapti, yangi noutbuk olishim kerak. Zakaz qilsammikan o'zim ham? Yo'q, kerak emas. Korоче, ketdim. Borib uydagi ishlarimni ko'ray endi.